Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Kanefron dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Kanefron dori vositasi farmakologik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, urologik kasalliklarni davolash uchun va yallig'lanishga qarshi antioksidant, spazmolitik va og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega dori vosita hisoblanadi. Bundan tashqari do'stlar, antibakterial va siydik haydovchi ta'sirga ega dori vosita ham hisoblanadi. Endi ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tsam. Demak do'stlar, Kanefron dori vositasi qovuqning, ya'ni siydik pufagining o'tkir va surunkali infeksion, ya'ni kasalliklarni, ya'ni sistitni davolashda qo'llaniladi. Bundan tashqari do'stlar, pielonefritni davolash uchun, glomerulonefritni, ya'ni davolash uchun, nefrit kabi buyrak kasalliklarini davolash uchun, siydik yo'llardagi tosh hosil bo'lishini oldini olish maqsadida siydik toshlarni olib tashlangandan keyin ham do'stlar qabul qilinadi. Demak, ushbu dori vositamiz. Demak, bundan tashqari buyrak va siydik yo'llaridagi yallig'lanish holatlarida, buyrak va siydik yo'llarining o'sha qovuq og'rig'ida qabul qilinadi va buyrak shamollash holatlarida ham ushbu dori vositamiz yaxshi ta'sirga ega. Demak, aytdikki do'stlar, demak mana shu urologik, ya'ni siydik tanosil, ya'ni kasalliklarni davolashda juda ham, ya'ni yaxshi samarali ta'sirga ega. Ya'ni yallig'lanishni kamaytiradi, ya'ni o'sha yerdagi zararli moddalarni organizmdan olib chiqadi va og'riq ya'ni bo'ladigan bo'lsa, demak og'riqni ham kamaytiradi. Demak, mana shu yerda og'riqni qisqacha bir sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, spazmolitik deyapti-ku. Masalan, siydik pufagi desak, demak mana shuni devorda silliq mushaklar joylashgan. Demak, mana shu yerda silliq mushaklar joylashgan, taxminan aytyapman. Demak, silliq mushaklar do'stlar mana shu kasallikda spazmga uchraydi. Demak, spazmga uchragandan keyin do'stlar, spazm degani qisqarish, kuchli qisqaradi va o'sha yerda og'riqni chaqiradi. Demak, og'riqni chaqiradi. Og'riqni chaqirgan paytda do'stlar, mana shu Kanefron dori vositasi, demak, mana shu spazmni yo'q qiladi, ya'ni o'sha yerda bo'shashtirish, ya'ni funksiyasini bajaradi. Demak, mana shu spazmga uchragan, ya'ni qisqargan mushaklarni, silliq mushaklarni, demak, bo'shashtiradi. Natijada og'riq yo'qoladi. Tushundingizmi? Ya'ni Kanefron dori vositasi ta'sirida. Masalan, o'sha qovoqda o'tkir va surunkali infeksion kasalliklardagi, ya'ni sistitdagi, demak, og'riq. Tushundingizmi? Endi do'stlar, ushbu dori vositani qabul qilish usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, Kanefron dori vositasini, ya'ni qo'llashdan avval siz albatta shifokor ko'rigiga borib, uning, ya'ni ko'rsatmasi va ko'rigidan o'sha kasalligingizni aniqlab, qaysi ekanligini, ya'ni bilib, keyin shifokor nazorati va retsepti asosida ushbu dori vositani qo'llashingiz kerak. Demak, ushbu dori vosita kattalar va 12 yoshdan oshgan, ya'ni bolalar uchun kuniga 2 ta tabletkadan 3 mahal, ya'ni ertalab, tushlik va ya'ni kechqurun, ya'ni kuniga 6 tabletka qabul qilish buyuriladi. Demak, kasallikning ya'ni bu holatiga qarab. Maktab yoshidagi bolalar esa kuniga 1 tabletkadan kuniga 3 mahal qabul qilishlari mumkin. Demak, tabletkani ya'ni chaynamasdan suv bilan, ya'ni yetarli miqdordagi suv bilan do'stlar ichasiz va yana bir bor aytib o'taman, shifokor ya'ni ko'rsatmasi bo'yicha. Demak, ushbu dori vosita, ya'ni Kanefron dori vositasini endi do'stlar qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, ba'zan ko'ngillanishi, yengil ichib ketishi va terida toshmalar va teri qichishishlar paydo bo'lishi mumkin. Endi qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, demak, siz ushbu dori vositani qabul qilganingizda turli xil o'zingizda noxushliklar, ya'ni sezadigan bo'lsangiz, yurak qon tomir, ya'ni qon aylanish sistemasi tomonidan taxikardiya yoki bradikardiya, ya'ni kuzatiladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam mana shu siydik chiqarish a'zolarida yoki jigarda yoki boshqa nafas olish bilan bog'liq muammolar juda kuchayib ketadigan bo'lsa, demak, allergik reaksiya bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu dori vositani bunday paytda qo'llashda ehtiyot bo'lish kerak. Shifokoringiz bilan ya'ni maslahatlashishingiz kerak. Shunda ya'ni jarayon bo'lyapti deb, keyin esa shifokoringiz sizdagi ya'ni bu muammoingizga qarab, ya'ni allergik reaksiya bergan bo'lishi mumkin deb boshqa dori vositani sizga qo'llaydi. Bundan tashqari oshqozon va 12 barmoq ichakning yarasining o'sha o'tkir yara davrida qo'llash mumkin emas va 6 yoshdan o'sha kichik ya'ni bolalarda ham qo'llash tavsiya etilmaydi do'stlar.
Bundan tashqari do'stlar, homiladorlik davrida shifokoringiz bilan maslahatlashing. Demak, maslahatlashgan holatda agar qo'llasangiz, bu siz uchun juda ham yaxshi samarali ta'sirga ega. O'zboshimchalik bilan homiladorlik davrida qo'llash tavsiya etilmaydi. Tushundingizmi? Do'stlar, bundan tashqari ushbu dori vositamiz demak tarkibi ham bor. Tarkibi demak glyukoza, saxaroza, laktozani saqlaydi. Demak, mana shu glyukoza, laktoza, saxarozalar do'stlar qandli diabeti bor insonlarga tavsiya etilmaydi. Sababi qondagi qand miqdorini oshirib yuborishi mumkin. Tushundingizmi? Zaxiringizni oshiradi. Bundan tashqari do'stlar, ushbu dori vositamiz eng kuchli mana shu urologik kasalliklarni davolashda qo'llaniladigan dori vositamiz hisoblanadi. Tushundingizmi? Demak, bu ishlab chiqariluvchi davlati Bionerika deganda mana shu firmamiz do'stlar Germaniyaniki hisoblanadi. Bilamizki, germanskiy dorilar juda ham kuchli, yaxshi ta'sirga ega davolovchi dori vositalar hisoblanadi. Shunday qilib do'stlar, Kanefron dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.